Sizlarga Ka'bani qurishni o'rgataman. Qani bo'lmasam ketdi. Birinchi bo'limga kiramiz va bu yerdan qop-qora junni olib bu yerga qop-qora junni qo'yamiz. Va mana bu yerga esa sariq junni qo'yamiz. Va bu yerga bu yer to'xtab turaversin. Do'stlar, yana bir narsa mana qani ketdi bo'lmasam. Oq junni olmabmiz. Bu yerga endi oq junni ham olib olaylik. Qani oq jun birinchi bo'lib tepaga qo'yib olamiz va bitta 3 4 5 6 7 8 ta bloklaylik. Biz 8 ga endi 2 bo'ldi 3 4 5 6 7 8. Mana 8 ga 8 joyimizga oq jun qo'yyapmiz. Qani kichkina ko'rinmasa tepadan shu bo'laveradi. Qani mana sekin qo'yib chiqamiz. Mana qani 8 ga 8 joyimiz menga ozgina yoqmaydi. Shuning uchun bu yerni 10 ga 10. 8 ga 8 joyga esa qora junni qo'yib chiqamiz. Hop, bosamiz qani. Hop, yana bitta qo'yib turib mana ko'rib turganlaringiz ancha yaxshi bo'lyapti. Mana 10 ga 10 bo'ldi. Qani tepadan ko'raylikchi. Yo'q, yana ikkita bu yoqqa qo'yib qo'ydim. Ko'rganlaringda uzunasiga bo'lib qolibdi bu. 10 ga 10 ham yaxshi ekan, lekin ancha katta bo'larkan. 10 ga 10 ham mana sekin. Hop, mana endi uzunmasini topib oldik. Endi qora junni olamiz bu yerda. 2 mayli. Bosamiz qani. 2 bo'lishi kerak. Bir bo'lib qoldi. Mana 2 bo'ldim. Endi keyingi tarafim mana yo'q. Bu yer. Mana bu yer. Bosib qani endi esa bu yerdan mana bu yerdan qani mana bo'ldi. Endi mana 3 dan bor. Mana sekin bu yoqdan qo'yib olamiz. Endi birinchi o'q devorlarini topib olishimiz kerak. Bu yerda keyin mana bo'lyapti. Mana sekin hop. Endi bu yerdan mana voy, yonga chiqib ko'ryapti. Mana sekin bu yog'ini ham qilib olamiz. Endi xuddi shu ko'rinishda uchala tarafini ham qo'yib chiqamiz. Mana biz uchala tarafini qo'yib oldik. Endi sariq junga o'tamiz. Sariq junga esa mana bu yerda atrofini qo'yib chiqamiz. Qani mana bu yerda qo'yib ko'rib, mana ancha bu yoqqa kelib qoldim. Endi ustini esa mana yo'q, yana qora jun bilan bezamiz yoki oq jun. Qora jun bilan bezay qolamiz ustini. Menga obuna va like bosib qo'ying shu joyda. Biz ham ko'payamiz. Mana endi ustini bu yerda oq jun bosib chiqamiz. Mana voy. Mana sekin bu yerga bosib mana bu yerga qo'yamiz. Mana bu yerga. Hop, mana bosib chiqamiz. Do'stlar, menga ayam ham bitta deb qoldim. Xohlasak ichida
o'tkazishimiz ham mumkin. Mana qo'yib turib, endi bu yerdan teshik ochamiz va bu yerga mana bu yerdan endi bu teshik haqiqiy kabada sariq ko'rsatilgan. Biz shuning uchun sariq eshikni olamiz. Mana endi qo'yib qo'ysak, bemalol endi ichida ham yashasak bo'ladi. Menga eng yoqqan blok, eng yoqqan chiroq mana shu, mana ikkita qo'yib qo'yamiz bu tepaga. Bo'lala bu tagiga qo'yib qo'ysak, bu yer ancha yorug' ko'rinadi. Bu ancha yorug' qilib beradi. Men sizlar bilan Minecraft 14 anga obuna bo'lib qo'ying.